Cihan renaleri çüre bilimdek bir güzel yar yok. Bilimdin özgü tutkan yar. Assalamu alaikum, hürmetlik qarindoshlar, singillar, inilar, do'stlar, hammanglar salom. Men Trakya Universiteti tarix fakultetining doktor o'quvchisi Ömerjan Jamal. Bugun oldi bilan bu yig'inni o'rlashtirgan Uyg'ur akademiyasiga rahmat aytaman. Ondan barliq do'stlarning qadam tashrif qilib bu maqalamni anglab berganlarga ko'p rahmat aytaman. Mening o'qiydigan maqalam tarixda Xitoy xonadonliklarining Uyg'urlarga avatgan elchilari nimalarni ilib qaytgan degan mazmunda. Tarixda ajdodlarimizning qurgan xonadonliklari bilan bir davrda mavjud bo'lib turgan Xitoy xonadonliklari orasida murakkab munosabatlar mavjud bo'lib kelgan. Biz bu munosabatlarning bir qismini o'zimizningki ajdodlari qoldirgan mangu tashlarningki to'liq bo'lmagan tekstlardan bilishga muyassar bo'lsak, ko'pinchisini Xitoy tarixchilarining yozib qoldirgan tarix qaynaqlaridan suzib bilishga to'g'ri kelyotdi. Bu munosabatlar qachondan boshlangan, qanday davom qilgan, natijasi qanday bo'lgan, bu savollarning to'liq javobini berish hozirgi imkoniyatimizdan chiqish qilganda intayin mushkul. Chunki davlat qurish tariximiz va madaniyatimizninki boshlanishiga oid tarixiy yozmalar, arxeologik manbalar to'liq yo'riq yuzi ko'rmadi. Yo'riq yuzi ko'rganlarninki har xil sabablar tufaylidan vayron qilindi, yo'shirib qo'yildi yoki sirlariga yeshilmadi. Yani biz faqat shularning ichidagi oshkorlangan az bir qism materiallardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldik. Ishonamanki, tariximizningki klubini ochadigan bu ochqushni hozirgi va kelgusidagi tarixchilarimiz, yeziqshunoslarimiz, biologlarimiz, ximiklarimiz, munosabatlik har sohadagi olimlarimizningki o'rtaq tirishchanligida qo'lga keltiramiz. Biz hozirgi bosqichda mushu ega bo'la olgan cheklik materiallardan foydalanib, bu masalaning qisman bir taraflarini tushuntirishga tirishamiz. Bu maqolada Xitoy xonadonliklarining ajdodlarimiz qurgan xonliqlarga avatgan elchilari yoki xonliqlarimiz ziminlaridan kesib o'tgan sayyohlardan vakil xarakterlik bir qanchasiningki ish izlarini tilga olish orqali ular o'z xonliqlari qaytib borgandan keyin hükümranlığı ko'rsatgan, hükümranlarga ko'rgan bilganlarga asosan sungan dokladlari haqida mulohaza yurgizib, Xitoy xonadonliklariningki bu dokladdan qanday foydalanganligi to'g'risida o'z fikr ko'z qarashimni bayon qilaman. Hozircha ma'lum bo'lgan xonliqlari Xitoy xonadonliklarining ajdodlarimizga qurgan bu xonliqlarga avatgan elchilari eng dastlabkisi Zhang Qiandu. Han sulolasi Jingyuan saltanatining 3-yili, ya'ni milodidan burungi 138-yili podshoh Hanudi Hunlarga qarshi ittifoq qurish uchun To'g'ri davlatiga elchi o'miga avatishni qaror qilgan. Bu hozircha ma'lum bo'lgan Xitoy xonadonliklarining birinchi qitim g'arbiy yurtda elchi avatishi bo'lib hisoblandi. Xitoyningki Suy tarixi, Tang tarixi, Song tarixi qatorliq tarixiy manbalarda Uyg'urlar to'g'risidagi qismida birdek holda Uyg'urlar Hunlarning avlodidir deb yozilgan. Şuna bu maqoldimi Xitoyning Hunlar bilan bo'lgan munosabatini ajdodlarimiz bilan bo'lgan munosabat qatorida bir fikr yurgizamiz. Bizga ma'lumki, Xitoylar Chin xonadonligi
дәуірде Чингишханники, Чин ханданлығы дәуірден башлап, әждатларымыздың жық зарар еп, амалсыз сепіл соқып, дөлетіні там ішчіге иліп, қоғданышқы мәжбүр болған. Бір дөлетіні тамның ішчіге илішқы мәжбүр болған, ә бұлы? Бұл құрылыш хан сұласы һәм мің сұлалылар дәуірдімі давам қылған, сепіл соқыш давамлаштыған бола. Хан хандалығының ки құрғытысы Леобаң хакиметini тиклеп ұзын өтмәйсіла, әскерлерінің қинның қызық вақтыдың пайылынып, бір yolula Hollаны yoqtish қарары келіп, Hollar Қытайның ки ұрышқақ бәгіліклі дәуірден башлап, оларның бешіні ағыртып келіватқан яйла халқы болғашыққа, баям рәсімі шыққан Түмен Таңырқұт. Түмен Таңырқұтның ки бұл тәсвири рәсімі. Түмен Таңырқұт Асия Hun императорлығының ки дәсләпке құрылғытысы деп етірап қылынды. Түмен Таңырқұт yetekçilikdeki onlar başka yayla qəbillərini boysundurub, küçlük atlı qoşulları bilan Xitayğa özlüksüz parakənçilik silib keliyatqandı. Xitayның padişah və puhrallarının düşüşlərində qarı bastığan bu qudretli güç olub şəkillənген idi. Miladidən burunqi 200-ci yılı qışda Hun Tağırtqıtı Tümennin oğlu Modu, biz Batur Tağırqıt deb qəbul qılımız ismini. Hun Tağırqıtının ki Tümennin oğlu Batur Tağırqıt atlı qoşununu Jingyang'a bastırıp keldi. Yani bugünkü Tayvan, Anhui'nin Tayvan şəhərində. Xan xanadallığının padişahı Liubang 320 min kişilik zor qoşununu başlap, özü baş bulup, o əslində bu urushda bir yolla Hunlarni yo'q qilishni maqsad qilgandi. Lekin bu urushda u qattiq yengildi. Yengilib 7 kun osh suvsiz qilib, nurg'un qiyinchiliklarga uchraydi bu yerda. Ama o jinni qutqizish uchun Batur Tağırqıtның ayoliga yalvarib, o'zining jinni qutqizib qilishini talab qilgan chog'da shu Batur Tağırqıtның ayolining yordami bilan aran qutulib chiqdi. Shu qitimki zarbidan qattiq qo'rqib ketgan Xan xondanligining podshosi Hun Tağırqıtga malikasini yatliq qilish va zo'r miqdorda mol-mulklarni siliq to'lash orqali Hunlarninki hujumini vaqtli to'xtatgan bo'ldi. Hamda bu qiz berish, mol-mulk siliq to'lash bir xil davlat siyosati sifatida davomlashtirib keladi. Ammo Hunlar bo'lsa Xan xondanligininki chegara shahar bozorlarini bulang-talang qilishni davomlashtirib kelaverdi. Xan xondanligi bo'lsa Hunlarga qarshi urush qilishga jur'at qila olmaydi. Bu xil ahvol toki Xanvudi zamonigacha davom qildi. Xanvudi zamonida Xan xondanligi gullanib kuchlangan edi. Padişah Hunlarga davomli siliq to'lashdan qutulish yo'lini izlaydi. Bu chaqda To'xrilar bilan Hunlar o'rtasida adovat borligini, ya'ni Hunlarning To'xrilarning qonini o'ltirib, ularni yurtlaridan haydab etganligini uqib, To'xrilar bilan birlashib Hunlarga qarshi urush qarori keldi va Zhang Jianni bu yerda elchilik o'migi bilan To'xrilarga avatishni qaror qildi. Xan tarixi Zhang Jian tazkirasi va tarixiy xotirlarninki Dayuan biografiya qatorliq manbalarda xotirlashicha miloddan burungi 138-yili Zhang Jian Ganfu ismli bir Hunni tarjimon qilib, bir necha kishilik elchilar o'migini boshlab, tarixiy Ipak yo'lini echishni asos solgan bu safarni boshlaydi. Longshidan yo'lga chiqqan bu o'mak Hun territoriyasiga oyoq besiqla asirga tushib qoladi. 10 yilga yaqin asirlikda Hunlarning milini beqib, hatto o'ylanib,
hayat kechirdi va oxirida fursati kelganda qochib, hozirgi Farg'ona vodisidagi Dayuan davlati, Kangju davlatlarini aylanib To'g'ri davlatiga keldi. Ammo To'g'ri davlati xan xonadonligi bilan birlashib Hullaga qarshi turish qo'shilmaydi. Shuning bilan amalsiz qaytishga majbur bo'lgan Jangchen Hun territoriyasiga kelganda yana tutilib qoldi qaytashida. Bu yerda 1 yildan oshiq turib, miloddan burungi 126-yili Hun Tangirquti Kunxon bu Batur Tangirqutninki o'g'li bo'ldi. Kunxon o'lgan vaqtida bu qalamqanchiqdan payini Hun ayoli va tarjimonni Ganfoni ilib xan xonadonligiga qochib kelib olgan. Bu o'zlarining tarixiy yozmalariga qaytlab xotirlangan mazmunlar. Qaytib kelgandan keyin bilganlarga asosan xonlikqa yozma doklad sundi. Padişah onun ko'rsatgan bu xizmati uchun amalini o'stirib Ganfo bilan birlikda mukofotlaydi. Bir qancha yildan keyin, ya'ni miloddan burungi 119-yili Jangchen 300 kishilik elchilar o'migini boshlab, nurg'un so'g'i salomlar bilan hozirgi Ili vodisidagi yashayotgan Uysunlarga elchilikka bordi. Uysunga kelgandan keyin o'zi Uysunda qilib muavin elchilarni burun borgan Kangju avatib, andan Uysunninki elchilari bilan o'zi bevosita o'zi qaytib keldi. Bu qatimqi elchilar safarda Jangchen g'arb yurtninki ot, biyda, uzum, yong'oq, kunjut, anar, zig'ir qatorliq yerlik mahsulotlarini ilib Xitoyga taqtidi. Hozirgi Xitoy tilida xu so'zi bor narsalarningki hammasi degudek bizdan qabul qilgan mahsulotlar. Jangchen ikkinchi safardan keyin uzun o'tmay miloddan burungi 114-yili o'ldi. Biz bu maqoldan Jangchenniki bag'andan keyin ep kelgan o badam yong'oq bir narsa to'g'riliq so'zilmaymiz. Ep kelgan uchurlari to'g'riliq. Ya'ni bizga ma'lumlik bo'lgandek tarixiy bayonlarda Jangchenniki To'g'ri safari ittifoq tuzalmaganlik uchun natijasiz bir safar bo'ldi deb xotirlandi. Ammo bu natijasiz safarmi? Men shunday emas. Aksicha Xitoy toki hozirgacha mevasini yeyotgan natijali safarlarning birisi. Jangchenninki To'g'ri davlatiga safarininki maqsadi Hullaga qarshi ittifoq qurish, ammo safarning boshlanishida Hullaga asir tushib qilib 10 yil Hun zaminda yashaydi. Bu yerda shuni so'rashga to'g'ri keldi. Hulla nima uchun Jangchenni o'ldirmaydi? Jangchen nima uchun Hun zaminida 10 yil turib qoldi? 10 yilcha Hun yayloqlarida padi beqib yurganida boshqa fursatlar bo'lmagan uning qochib ketishga. Tarjimon Ganfo bu ishlarda qanday rol o'ynagan? Hulla nima uchun Jangchenni o'ylab qo'ydi? Qaytashida nima uchun yana Hun territoriyasidan o'tdi? Bu savollar albatta Jangchenniki xonga sungan dokladi yoki Smachenning yozgan tarixnomasidan javob topib olmaydi. Bunun javobini faktlik yangi tarixiy manbalarni topqicha faqat farazlarimizni o'tirib qo'yish orqali javob berishga to'g'ri keldi. Xitoyning o'zini bilgan hech urushda yengilmas, ya'ni Zhibi Bayjan Buday degan bir dangliq maqol tamsili bor. Xan xonadonliklarniki Hunlar bilan urush qilish maqsadi borkan, albatta Hunlarning ahvolini bilishi zarur. Ming anglaganda bir ko'yga a'lo deb haqiqiy ahvolni egallash uchun cho'qim qarshi tarafning ichiga kirish kerak. Mencha To'g'ri zaminiga Tibet va Hindiston orqali borsin bo'ladigan bu yo'lda Hun zaminida orqali o'tishi bu bir maqsadlik menish. Ya'ni asli maqsadi To'g'rilarni bilishdan burun Hunlarningki orasiga kirib ahvolni egallash, uni tushunish, ortiqchilik, ojizliklarini uqish, keyingi urush uchun axborot to'plashdir. Hunlarning ahvolidan xabardor bo'lganida, ondan To'g'rilar bilan ilib borgan suhbatda ularni xotirjam qilishga asos sog'li bo'ladi. Shunga mayli Smachenning tarix xotirlarida bo'lsin yoki Bangoninki xan tarixida bo'lsin, ularda yozilgandek Jangchenningki Hun Tangirquti Kunxonning oldiga keltirilganda o'zining To'g'rilarga mangan Xitoy elchisi ekanligini aytishi ancha mumkin emas. Mencha
Shuncha mol-mulk bilan yo'lga chiqqan bir o'makni to'g'ri tushuntirishning yo'li o'zini savdo karvoni qilib ko'rsatish. Shundaq bo'lganda keyingi yuz bergan ishlarni mantiqli tushuntirgili bo'ladi. Bir natonish makonga kelib, ularni to'liq tushunish uchun 10 yil yetarlidir. 10 yilda Zhangqian olib kelgan mol-mulkdan sotadiganini setib, sovg'at qilib, hatto billa ilib kelgan Xitoy hamrohlarini hunlarga qul qilib sotgan va hadiya qilgan bo'lishi mumkin. Bo'lmasa, hunlardan ayrilgan chaqda faqat Ganfo ikkisini qilishi 100 necha odamdan ichidan u mumkin emas. Zhangqian shu vositalar bilan hunlarningki ishonchiga erishib, hatto hundan xotin olgan va hunlarga o'xshash chorva mol beqib, normal oila turmushiga kirib ketgan. Bu yerda hun tarjimon Ganfo'ningki to'kpisi albatta intayin zo'r bo'ladi. Yatlarning ichiga kirib, ularning ishonchiga erishish uchun shu yatlardan birisi sana kepil bo'lsa, bu ishlar albatta qulay bo'ladi. Ganfo mana shundaq Zhangqianninki hun zamonida sog' salomat yashab, xotirjam axborot to'plashiga yordamlashgan, kepil bo'lgan, millatiga osiylik qilgan bir xoin deb tushunishga bo'ldi. Bu ham tariximizda nomi xotirlangan tunji xoin bo'lishi mumkin. Ticaretçi namida kirib, yana ticaret bahasida arilish qolaylik. Zhangqian 10 yildek uchurlarni egallab, asli manzili bo'lgan to'qrilarga ayolini uyda qo'yib, yordamchisi Ganfo bilan Farg'ona vodisiga keldi. Dayuan, Kangju to'qrilarda 1 yildan oshiq aylanib, to'qrilar bilan harbiy ittifoq tuzish maqsadiga yetamagan bo'lsa-mu, bu davlatlarning ahvolini egallab, uchur to'plab qaytdi. Qaytashida yana Hun zamoniga kirib, ailesi bilan birga bo'lishi bizning baldirqi tahlillerimizning farazlarning to'g'riligini isbotlaydi. Chunki Zhangqian Xitoy manbalarida yozilganda Hunlardan qechib chiqib to'g'rilarga borgan bo'lsa, qaytashida hargiz yana Hun zamonidan kirmagan bo'ladi. Ve qayta tutilib qolgan chaqdimi tirik qolmagan bo'ladi. O tijoratni bahona qilganligi uchun hamda oilasi bo'lganligi uchun ishonchli holda yana Hunlar zamindan qaytib kelib, bu qitim qaytib kelishidagi sabab bo'lsa, Hun ayolni vataniga billa ilib qaytishni o'ylagan bo'lishi mumkin. Chunki dushmandan ilib kelgan uchur axborotlarni dushmandan bo'lgan odam tasdiqlasa, texmi ishonchli bo'ladi. Shunga bu qitimda uzoq qolmay Hun dövlətində Kunxan Tangırqutning o'limi sababidan kelib chiqqan qalamqonchiliklardan foydalanib, Hunlarga hujum qilishning yaxshi bir fursati keldi deb bilib, milodidan burungi 126-yili Chang'anga Ganfo va ayoli 3 qaytib keldi. Bu yerdan de ayol bilan o'ylandi deydi, endi bir balasi bo'lganligini, ammo qayta safardan burun o'lib ketgan deb deydi ekan. Zhangqian qaytib kelgandan keyin xonlikqa sungan dokladida bağan tuğan yerlarining o'rni, yer shakli, suyi, teg'i, millat qurilmasi, mahsulot boyligi, nupusi, askar soni, askarning turi qatorliq hamma taraflardan tafsili bayon qildi. Bu uchurlar bilan hamda Hun Tangirquti Kunxonning o'limi sababidan kelib chiqqan o'g'illar orasidagi huquq talish ishga qalamqonjin foydalangan Xan xonadonligi Busi Liuban Hunlardan ig'ir zarba yeb, shu qo'rqqan peti 100 yillarga yaqindan keyin Hunlarga hujum qilishga jur'at qildi va ba'zi utuqlarni qozondi. Zhangqian milodidan burungi 123-yili va milodidan burungi 121-yildagi Hunlarga qarshi ikki qatimliq urushda muavin qo'mondon bo'lib urush qatnashdi. Birinchisida yengilib, ikkinchisida yengilib qoldi. Xan xonadonligi Hunlarningki yanılı intayin kuchliligini his qilib, ittifoqdosh tepib birlikda hujum qilish uchun nazarini uysullarga tikdi va milodidan burungi 119-yili Zhangqianni 300 kishilik o'mak bilan elchi qilib yo'lga soladi. Bu qitim Zhangqian Hunlar zaminiga kirmasdan bevosita uysullarga bordi. Demak, bu safarda Hunlarning zaminiga kirmasligi bizning dastlabki farazlarimizning to'g'riligini yana bir qitim isbotlaydi. Bu qadimqi elchilikdan qaytashida uysun elchilarini billa ilib qaytdi. Bu g'arbiy yurt davlatlarining birinchi qitim Xitoy xonadonliklariga elchi avatishidir. Elchi basi albatta quruq bo'lmaydi. Bu elchilar Xitoyga eng lozimlik bo'lgan necha vaqtdan beri ega bo'lishni orzu qilib kelayotgan jang
to'plarını ilib boradi. Endi shu chaqlarda piyoda askarlarga nisbatan aytgan chaqda bu Xitoyningki askarlar asosan piyoda askarlar bu o'chaqlarda. Bu piyoda askarlarga atlı saplab berish xuddi hozirgi kunlarda piyoda askarlarga tank bronnik saplab berganga o'xshashlar. Buning natijasida Xitoyningki harbiy ta'siri keyingi chaqlarda g'arbiy yurtlargacha yetib keladi. Endi vaqtni biroz keyinga surib, Xitoyning faxrlanib tilga oladigan xonadonliklaridan birisi bo'lgan Tang sulolasi davridagi bir sayyoh to'g'risida to'xtalib o'taman. Bu sayyoh ayni vaqtda yana o'qish arzusida chet elga chiqib o'qib kelgan bir o'quvchi. Bu to'g'risida ishlangan rivoyat shaklidagi ko'p qismli televiziya teatri sababidan Xitoyda uni 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma odam biladi. U bo'lsa-mu Tang rahibi, ya'ni biz Tangsang deydigan Xuanzangdir. Xuanzang biz kichik vaqtimizda bu kinoni ko'rib, biz kichik vaqtimizda bilimizda buni. Amniyati bu tarixda bo'lgan shaxs ekan. Asli altı bu emas. Xuanzang desa bizning ko'z oldimizga bu rasm keldi. Amniyatda bu mandaq. 8 yaşından başlap Budda dini nomlarini o'rganishga başlap 13 yaşında rahib bo'lgan bu shaxs Budda dinini shunday qetir qilib o'rgandiki, shu vaqtlarda Xitoyda bor bo'lgan Budda dini kitoblari va Budda ustozlarining bilimi uni qondiramaydi. Undan boshqa yoshlik mazgillarida Xitoyda mavjud Budda dinining mazhab farqlari, mazhablar o'rtasidagi ziddiyatlar, Budda nomlaridagi tarjimadagi xatoliklar, uningda Budda dinining kelib chiqqan asli makon Hindistondan iborat Budda dinining ulug' zaminini berib, Budda dinining haqiqiy mohiyati bo'yicha to'g'ri o'rganib, xalqiga saodat keltirish arzusini qo'zg'aydi. Tang sulolasi Jingguan saltanatiningki 1-yili milodiy 627-yili 26 yoshdagi Xuanzang Tang xonadonligi poytaxti Chang'andan yo'shiruncha ayrilib Hindistonga berib, Budda dini o'rganish va nom akilish safariga otilindi. Endi bu yerda yo'shirun yo'lga chiqqan sabab o vaqtlarda Tang sulolasi hukumati davlat qurg'ili uzoq bo'lmagan mazgil bo'lib, Ko'kturk xonligininki parakandachiligiga o'zliksiz uchrab turganlikdan bexatarlik uchun chegarani taqab, hech kimning chegaradan kirib chiqishiga ruxsat qilmagan bir alayda davr edi. Aslida Xuanzang yo'lga chiqishdan burun xonlikdan 2 qitim ruxsat xati ilib chiqishni so'raydi, ammo ruxsat olamaydi. Pasport ishlatamabdi-da shu chog'da. Pasport bermagan gap uning. Shu chog'da qonun bo'yicha agar chegaradan qonunsiz kirib chiqqanlar bayqalsa, o'lim jazosi beriladi. Shundaq bir sharoitni qaramay Xuanzangning o'qish arzusi kuchli bo'lganligi uchun chegaradan o'g'irliqcha atlab chiqib maqsadiga yetdi. Xuanzang poytaxt Chang'andan yo'lga chiqib 1 yildan keyin yana Jingguan saltanatining 2-yili 628-yili Qumulga yetib keldi. Bu yerda bir qancha voqeani qistirib o'tishga to'g'ri keldi. Ko'p jafo chekkan bu arliqda bu. Yana Xuanzang Gansuga kelgan chaqda Shipantu ismli bir Uyg'ur, ya'ni bu yerda birisi yordam qildi bizning Uyg'urlardan oq ko'ngil. Asli manbalarda Xuren deb yozgan, Xuren biz Uyg'ur deymizda, Qumul taraflardan bo'lgan ekan. Bu odam Xuanzangni chegaradan maxfiy o'tkazib qo'yib, yo'l boshlovchi bo'lishga rozi bo'lgan, pulga so'zlashib. Ammo chegaradan qochadigan kuni oqshimi Shipan bu ishninki oqibatidan qo'rqib, ansirab Xuanzangni o'ldirib qochqil tas qoldi. Ammo Xuanzang vaqtida uyg'onib ketib, qutulib qoldi. Hamda bu Shipantu Xuanzangga agar tutilib qolsang, meni chaqmaysa deb va'da ilib ketib qoldi. Ammo Xuanzang chegaradan o'tadigan chog'da qarovullar buni sezib qoldi. Qarovullar sezib qilib, buning putidan o'qya etib yarlandirib tutib oldi buni. Shundan bilan shuna bir xatarlik ahvol tushib qolgan vaqtida bu chegara rayonininki qarovulxonninki boshlig'i, saqchixona boshlig'i deb qo'yamdiq. Shu asli bir intayin ixlosmand buddist ekanda u. Shundan bilan ta'ligiga bu Xuanzangninki nomga manganligini uqib ta'sirlanib,
chigirdan yo'lga sep qo'ydi buni. Mangdaga yo'lni ko'rsatib talib ekan buning. Ama bu shu u yerdan ayrilib qumliqlarga kirib qoldi. Qumliqqa kirib qilib u yerda necha kun yo'ldan adishib qilib usulliqda shu jina az qolgan vaqtida mingan iti buni turponga yetkazib oxiri shu jina az qolganda yana bizning mehribon xalqimiz buni qutqizib oldi bizning. Şuanzang şu mangınca şu Turpan, Qarışa, Kucha, Qashqa, Toshkent, Samarqand aylanib, Afg'oniston, Pokiston, hozirgi Kashmir qatorliq yerlardan aylanib Hindistonga yetib keldi. Hindistonda dаңлық ibodatxonalarda dаңлық Budda olimlaridan bilim oladi. Tang sulolasi Jingguan saltanatining 18-yili, milodiy 644-yili Şuanzang chet elda 10 necha yil bilim ilib 43 yaşında vataniga qaytib keldi. Shu doktor, magistrlik hammani biroqla ilib qaytdi ekanda bu. Şuanzang qaytib kelgandan keyin 657 parchadan ortiq Budda nom kitoblari va boshqa Budda diniy ashyolarni bili ilib kelgan. Tang podshohi Lishming uni dag'dug'liq kutib olgan va darhol borgan turgan yerlar to'g'risida doklad yozishga buyurdi. Şuanzang bir rahib, endi diniy din adamı bu. Chet elga o'qish uchun chiqib, o'qishini o'ng'ishli bitirib, nurg'un diniy asarlarni ilib vataniga qaytib keldi. Uning asli siyosat bilan ish bo'lmasligi kerak edi, lekin uning xonlikning oldida til tutug'i bor. Ya'ni ayni vaqtda chigirdan qonunsiz chiqqan bu o'limga loyiq jinoyat. Ammo podshoh uning axboroti kerak. Buningdan boshqa onun dini nopuzudan paylanıp devletni idare qilishda, xalqning ko'nglini qozonishda paylanish kerak. Shuning bilan xonlikninki Şuanzang qaytib kelgandan keyin uningga qildigan birinchi ishi Bagan tugan shu yerlari to'g'ri, shu Bagan tugan 128 shahar va rayonninki jug'rafiyalik o'rni, muhiti, urf-odati, nopus soni, millat tarkibi, diniy e'tiqodi, mahsuloti qatorliqlar ta'riflangan tafsili ma'lumot berilgan G'arbga sayohat nomli dokladini yozib xalqqa sunish bo'ldi. Bu doklad Tang xonadonligininki turk va boshqa qavmlarning ahvolini bilishiga intayin muhim rol o'ynaydi va keyingi askariy ta'sirninki g'arbiy rayonlarga so'zilib berishida aktiv rol o'ynaydi. Tangning mangan yo'llari ko'rib turibdimizki, tarixdan buyon Xitoy xonadonliklari axborot to'plash, josus avatish ishlarini qilchi bo'shashtirib boqmagan. Xitoyning Song xonadonligi davridagi Idiqut Uyg'ur davlatiga avatga elchisi Wang Yandi texmo oshkora josuslik faoliyatini ilib borgan. Song tarixi Idiqut biografiyada ochiq holda Wang Yandining Uyg'ur xaqoni yiniga ko'z qo'ygan ko'z qulog'i orqali Xaqanninki Jorjallarning Liao xonadonligidan kelgan elchisi bilan qilishgan gap so'zlardan xabardor bo'lganligini yozdi. Albatta, u qaytib borgandan keyin xalqqa sungan G'arbiy diyor xotirlari degan dokladimi Idiqut Uyg'ur davlatining taqdiri, shahar yezlari, xalqlari, nopusi, tabiiy boyligi, diniy e'tiqodi, askariy quvvati, territoriyasi, xon ordisining ahvoli qatorliq taraflardan tafsili bayon qilgan. Ming sulolasi davridagi Timuriylar xonadonligiga elchi bo'lib borgan 5 qatim elchi bo'lib borgan Chinchin xonlik sungan G'arbiy yurt safar xotirlari, G'arbiy yurt davlatlarining biografiya nomli dokladlarda ajdodlarimizning shu davlatlarda yashagan yerlarning siyosiy, jug'rofiyaviy ahvoli va xalqlar to'g'risida tafsiliy ma'lumot bergan. Davlatlar aro munosabat va o'z territoriyasidagi millatlar munosabatini bartaraf qilish, yaxshi kontrol qilish uchun, shundaqla harbiy ehtiyojini qamdash uchun Xitoy axborot harbiy ehtiyojni qamdash uchun Xitoy xonadonliklari axborot to'plash harakatlarini izchil davomlashtirib kelgan. Paylanishga bo'ldiganligi manbalardan foydalangan. Kasbiy diplomatlarni orqali to'plagan,
avam puhra o'quvchilardanmi to'plagan, dushman xalq ichidanmi jasus yetishtirgan. Demakki, axborot ishlarininki davlatni idora qilish va dushman bilan qilgan urushlarda naqadar muhimligini izchil to'nib kelgan va ta bugunga qadar intayin ahamiyat berib davomlashtirib kelmoqda. Oqibatda urushda mag'lub bo'lgan, mustamlikaga tushib qolgan bizga o'xshash millatlar buning ta'sirini har vaqt his qilib turibdimiz. Davlatlarninki axborot to'plashi o'z ehtiyojidandir. Ammo qul xalqninki onunğa yan tayak bo'lishi nomussuzlikdir, pastlikdir. Sal tomtaq olib qoldi. Endi vaqt munosabati bilan oxirdagi yana bir qancha yerlarni kengaytib so'zlayamdim. Hammanglarga rahmat.